Otamga ko'p tushuntirdim. Oldida ko'z yosh to'kdim. Hatto ovqat yemay qo'ydim. Lekin otamning fe'lini bilasiz. Butun oila menga qarshi edi. Rostini aytyapman, amaki. Iltimos, menga ishoning. Bas qil. Bu gaplarni to'xtat dedim. Doim rost gapiradiganlar eng chiroyli yolg'onni so'zlashadi. O'sha yerda edim. Ilgari kuni tunda otangga nima deganingni o'z quloqlarim bilan eshitdim. Shuning uchun qarshimda gerdayib turibsiz. Menga qarang, qariya. O'g'lingiz bir nechta uchrashuvni muhabbat deb qabul qilsa, nasabimiz turlicha. O'g'lim bilan yurganingda nasl nasabiga e'tibor qilmading. Odamlar ko'ngil yozish uchun bazm uyushtiradi. Raqsga tushadi, qo'shiq aytadi. Ishani bir ko'ngil xushlik edi. Qolaversa uni majburlamadim.